Nokenda 5,5 ming aholi o'z uylariga qaytib keldi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligidan xabar qilishdi. Hududda vaziyat barqaror, biroq suv kamaymagan. Jalolobod oblastiga qarashli Noken rayonidagi Qaraunkur daryosi 300 metr qirg'oqni yuvib ketgan. Natijada 1000 gektar ekin maydonini suv qoplab, rayondagi 2 qishloq hukumatining yashovchilariga xavfli bo'lgan. 19 aprel kuni tushdan keyin Saqaldi qishloq hukumatini turar joylarni suv qoplash xavfi katta bo'lganligi tufayli Chek, Qirg'iziston, Cho'ng'bag'ish, Saybo'yi va Karmatse qishloqlaridan 885 oila, umumiy 5,5 mingga yaqin odam qarindoshlarikiga ko'chirilgan. Baliqchida o'quvchilarning noma'lum gazdan zaharlanishi bo'yicha yangi sabab aniqlandi. Shahar meriyasining ma'lumotiga ko'ra, maktabning 15 yoshdagi o'quvchisi onasining o'zini himoya qiluvchi gazini ko'tarib kelib, 11-sinfning o'quvchilariga ko'rsatgan. Ular maktabning koridorida beboshlik qilib, sepib yuborishgani aytiladi. 17 aprelda Baliqchidagi 3-sonli Qanat Abdullayev nomidagi maktabning koridoridagi badbo'y hiddan 14 o'quvchi zaharlanib kasalxonaga yetkazilgan. Ularning 11 nafari qiz bolalar. Militsiya voqea bo'yicha jinoiy ish qo'zg'ab, tekshiruv olib bormoqda. Aviahalokatda qurbon bo'lganlarning yaqinlari bilan jabrlanganlar Turkiyaning ICT Airlines aviakompaniyasidan moddiy yordam olish uchun hujjatlarni tayyorlashmoqda. Bu haqda hukumatning matbuot xizmati bildirdi. Yordam puli oluvchi fuqarolar bilan davlat notariusi ishlamoqda. Tez orada Favqulodda holatlar ministrligining maxsus hisobiga tushgan mablag' ham bo'lishtiriladi. Mazkur ministrlikning bildirishicha, aholidan maxsus hisobga 110,5 million so'm yig'ilgan. Ta'kidlab o'tsak, 16 yanvarda Manas aeroportiga yaqin joydagi Dacha qishlog'iga yuk tashuvchi Boeing 747 samolyoti qulab, 39 kishining umriga zomin bo'lgan. Halokat sababini Mustaqil davlatlar hamdo'stligining davlatlararo aviatsiya komiteti tekshirmoqda. Davlat mahkamalariga tegishli mulklar qayta ro'yxatga olinadi. Jo'g'org'i kengash qabul qilgan qarorga ko'ra, sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat va sport tashkilotlariga tegishli mulklar joriy yilning 1-iyunigacha inventarizatsiya qilinishi kerak. Bundan tashqari, xususiylashtirishdan tushgan mablag'larni sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat va sport mahkamalariga sarflash, noqonuniy ijaraga berish, noqonuniy xususiylashtirilgan yer uchastkalari bo'yicha yangi topilgan faktlar to'g'risidagi materiallarni prokuratura organlariga yuborish kabi bir qancha topshiriqlar qaralgan. Haqiqatchi to'g'risidagi qonunning yangi loyihasi tayinlandi. Qonun loyihasida haqiqatchini saylash va bo'shatish tartibi, uning huquqiy maqomi, vakolatlari, ishini tashkillashtirish va tartibini aniqlagan tahririy o'zgartirishlar kiritilgan. Davlat va boshqa organlar, tashkilotlar bilan o'zaro munosabatlari ko'rsatilgan. Bundan tashqari, haqiqatchi va uning o'rinbosarlari qaysi siyosiy partiyaning qatorida bo'lmasin, ularni qo'llashi yoki qarshi chiqmasligi kerak. Muhokama vaqtida deputat Janar Aqayev haqiqatchi instituti qaysi bir kuchlarga tobe bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi. Natijada yangi qonun loyihasi birinchi o'qishda ovoz berishga jo'natildi. Endi Aygul gulini uzganlar 4,5 ming so'm jarima to'laydi. Bunday buyruq hukumatning Batken oblastidagi vakilligi tomonidan chiqdi. Mazkur buyruq gullarni saqlab qolish maqsadida kiritilgan. Shunday qilinmasa, Aygultosh qo'riqxonasiga kelib ketganlar befarq munosabatda bo'lib, kam uchrovchi gulning yo'qolib ketish xavfi bor. Nazorat qilish o'rmon xo'jaligi xodimlariga topshirildi. Hozirda Aygul guli gullab, har kuni 1000 ga yaqin kishi tomosha qilgani kelmoqda. Ularning qatorida bizning ijodiy guruh ham bor. Hurmatli uya solg'an kelgan to'g'onlar, eskartib qo'ying. Bu yil Aygul guli har yilgiga nisbatan bir hafta kech gulladi. Bu albatta bahorning kechikkaniga bog'liq. Gullagandan beri Aygultosh qo'riqxonasiga kelganlarning soni ortdi. Har kuni taxminan 1000 ga yaqin kishi keladi. Ularning orasida chet o'lkadan kelgan sayyohlar ham bor. Hello, my name is Christopher Gardner. Men Ulug' Britaniyalik botanikman. Buga cheyin Qirg'izistonda ko'p ele joli bo'lg'im. Bu yil birinchi joli Batken aymog'ina kelib o'ltiram. Buga cheyin Aygul jönündө uqqan elim. Mына бүгүн көрүп o'ltiram. Келерки жылы ботаникалык топту алып келип, аларга тааныштырам. Алдыда Айгүлдү дүйнөгө таанытабыз дегенде оюм бар. Aygül gülü özündey açılıptır. Her bir salman çok doy gülge dolu. Alandağı güldürdün hanışasın. Arnağım var özüme, ırga koşa.
Aygul urug'idan 1 yilda unib chiqib, 7 yil oralig'ida gullay boshlaydi. Biz ko'rib turgan bu gul esa taxminan 10 yillik aygul guli. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, gul 20-30 yilgacha har yili aprel oylarida gullaydi. Biroq hozirda tog'da bunday ko'p yillik gulni uchrata olmaymiz. Bu yil gullarni uzib, uni ildizi bilan olib ketganlar ham bor. Har qadamda yerda yotgan aygulni uchratish mumkin. Shu bilan birga chiqindilarni tashlab, qo'riqxona tozaligiga befarq bo'lganlar ham topiladi. Aygul toshdagi xodimlar ogohlantirib, tushuntirishlari ham befoyda bo'lmoqda. Öyle şu kelgen konuklarga bu yerda tushundirish ishini yurgizsek, dagı artından baribir kine chiqqanga to'g'ri kelib chiqqanda shuncha guldan ayıp bo'lib, üzülüp tepselip жаткандыгын ko'rib Zeynis keyip turadi hazır. Tepselip жататкен, анан үзүп жайга тигип койгонун көрдүк. Калган балдар биз кылган жокпуз деп кетип жатышат. Mahalliy hukumat muammoni hal qilish yo'lini topdi. Endi gulni uzganlar 4,5 ming so'm jarimaga tortiladi. Buning uchun maxsus buyruq chiqarilib, nazorat qilish o'rmon xo'jaligi xodimlari zimmasiga yuklandi. Buyruq qo'riqxonadagi gulni saqlash uchun kiritilgan. Тоғдың үстінде жаш мектеп балдар қарайды. Айрықша біздің сотрудниктер Баткенде Тоқой Чарбан сотрудниктері аз. Мына өзіңер көріп, екеле сотрудник бар. Жетішпек. Жаңағы оқушы балдар алып келіп, қармақ алып келішкенде, біз қармақ тұрып акытменен To'qoy chorvani o'ziga o'tkazib beramiz, To'qoy chorva bir qatorga o'tkazib. Jarimadan tushgan mablag' qo'riqxonani rivojlantirishga va undagi xodimlarning maoshiga sarflanadi. Bundan tashqari Aygul toshga kirib chiqish ham pulli. 16 yoshgacha bo'lganlar 10 so'm to'lasa, kattalar esa 20 so'mdan to'lashadi. Ta'kidlab o'tsak, Aygul tosh davlat qo'riqxonasining umumiy maydoni 254 gektar. U 1978-yili himoyaga olinib, Gul qizil kitobga kiritilgan. 2008-yili Batken oblasti o'rmon xo'jaligi boshqarmasiga o'tkazilgan. Hozirda tog'ning orqa tomoni to'siqlar bilan o'ralgan. Futzal bo'yicha Qirg'izistonning yoshlar terma jamoasi Osiyo chempionatiga tayyorlanish maqsadida mashg'ulotlarni boshladi. Bosh murabbiy Nurjan Jetibayev jamoaga 14 o'yinchini olgan. Yosh futbolchilarimiz mashg'ulotlarni Issiqko'lda o'tkazishmoqda. Eslatib o'tsak, futzal bo'yicha yoshlar orasidagi Osiyo chempionati 1-marta tashkil qilinmoqda. Turnir Tailand poytaxti Bangkokda 16-maydan 28-maygacha bo'lib o'tadi. Ta'kidlab o'tsak, Qirg'izistonning yoshlar terma jamoasi Eron, Xitoy, Mongoliya va Arab yoshlari bilan birinchi guruhga joylashgan.